Akalar, mana shunaqa chiroyli joylardan variantga chek olmoqchimidingiz? Sizlarga zo'r varianti bilan chek topib qo'ydim. Ayniqsa arzonga, mahallani ichidan suv, svet, hamma yo'g'i bor, bog'cha, maktablarga yaqin joydan sizlarga arzon chekimizni ko'rsatyapman. Birinchi sizlarga adresini aytib o'tib ketaman. Adres qayerda edi uka deganlarga, Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Aravon rayonida bo'lib, Aravon rayonini Chekyovotda sentriga kelib turib, haligi arkaga burilgan ko'chamiz bor, magazindan, hali sentridan o'ng qo'lga burilgan ko'chamiz bor, ya'ni Ko'kalaposhga burilgan ko'chamizga burilib turib, gideta bir 200 metr asfaltni bo'ylab yurib kelganimizda Arzu ko'chasiga o'ng qo'lga pavorotimiz bor. Ana shu ko'cha bilan to'g'ri kirib kelganimizda mana shu joydan 5 sotilik, roppa-rosa 5 sotilik chekimiz arzonga va variant yo'llari bilan sotuvga chiqyapti. Akalar, eng kerakli joylarini aytib o'tayda sizlarga bu yerda. Eng qiziq joyi, mahalla, ko'y, qo'ni qo'shni, hamma yo'q yaxshi odamlar bu yerda. Bunaqasiga jinday yursanglar, yo'l ham bor, yo'l bor, Jdanovga chiqamiz. Mana bunaqasiga yursanglar, Chekyovot sentriga chiqib qolamiz. Akalar, eng kerakli joyi sizlarga uyimizni fasad tarafi gideta 35 metrcha bo'lib qolyapti. Akalar, bemalol hali uyingizni ikkiga bo'lib, hozir ko'ryapsiz, Toshkent stilda qilib zo'r uylar solinyapti-yu, ikkita o'g'lingizni joylasangiz bo'ladigan holatda. Mana bunaqasi eng tarafiga keladigan bo'lsak, bu tarafi gideta 25 metr bo'lib qolyapti. Mana bunaqasiga 35 metr bo'lib qolyapti va uyimizni eng oxiri boru, oxir tarafi gideta 10 metrcha bo'lib qolyapti. Akalar, uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, bahosi bunaqa realniy senalarga kamdan kam chiqaryapmiz. Cheklarni 3 million so'm kami bor. 3 million so'm kami bor. Sentrda, mahallani ichida, eski mahalla, bu yer yangi cheklar emas akalar. Suv, svet hamma yo'q bor akalar. Xo'p, pulini 3 million so'm kami bor chiqaryapmiz. Egasini nomerini ekranga qo'yib ketyapman. Egasiga telefon qilib endi variant joylarini gaplashamiz. Variant joylari qanaqa edi uka deganlarga 3 million so'm kami bor. 1,5 million so'mini naqd shtir hozir sanaysiz. 1,5 million so'm naqd pul kerak ekan akamizga. Qolganini endi keyin o'zingizni variantlaringizni aytib, manaqa oylarda beraylikmi aka desangiz, bir qo'yniga qo'l solib ko'ringchi, gaplashib ko'rasizlar akalar, variant yo'llari bor. Like bilan podpiska eslardan chiqib ketmasin. Mana bunaqa arzon va variant cheklarni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно podpiskani bosib qo'yamiz akalar. Mana bu chek yaxshi odamlarga nasib qilsin. Rahmat.